Men endi 76 yoshga kirdim. 5 boladan kelganman. 15 yildan beri oyog'im og'riydi. Davolanib baqa-baqa borib yurdik. Bo'lmadi-da. Oxiri bitta aytishdi, maqtashdi, odamlardan eshitib keldim. Bugun 6-kun yotibman. Allohga shukr. O'sha Odiljon o'g'lim, Bekzodjon o'g'lim doktorlar rosa yaxshi qarash. Hamma xodimlari, hamshira qizlarim ham rosa yaxshi. Shu yerda ishlaydiganlar hammasi yaxshi bolam. Rosa yaxshi gapirishadi. Tozalik, hamma yo'q yaxshi. Men yaxshi bo'lib qolib, oyog'im bosolmasdan ikkita bolam ko'tarib kelishgan bunday qo'limdan bunaqa qilish. Hozir o'zim yurib, koridorga bemalol chiqib kelyapman. 6 kun ichida men juda ko'p foyda topdim. Bularga endi katta rahmat deyman. Sog' bo'lishsin, bizdaqalar vaqtiga, odamlarning vaqtiga. Rosa yaxshi doktorlarga rahmat, sog' bo'lishsin. Amin. Tanishlik, tuman boylik, tinchlik, omonlik bersin Allohim. Bu doktor bolalarim, hamshira qizlarim, hammalari oila a'zolari bilan sog' salomat bo'lib, bolalarning orzu havaslarini ko'rib yurishsin, omadlarini bersin. Bundan ham ulug' martabalarga erishsin ilohim. Biz katta rahmat deymiz. Amin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar.